Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshilar. Mene bugun Vaqf Xayrixohlik jamiyatlik fondi Xorazm filiali tarafidan ajoyib bir tadbirga kelganmiz. Mehmon bo'lib, domlamiz boshchiligida Vaqf Xayrixohlik jamiyatlik fondi qavandarlar bilan birgalikda bugun bir ajoyib tadbir, ya'ni 160 bada dama. Gullan tumanidagi kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan 67 ta oilaning 160 nafar farzandlariga bugun bir chiroyli tadbir qilyapmiz inshaalloh. Allah razı olsun. Tadbirde bugün qiziqli jarayonlar bo'ladi albatta. Yaqin kunlar ichida bu videoni jartib berib harakat qilamiz. Ko'rsatib sizlarga anam aytuvga. Qolaversa 160 bola bu hazil narsa emas do'stlar. Qavandarlarga Allah razı olsun. Bunday jardam berib o'tirgan. Ulkan natijaga erishib ko'rib o'tirmiz. Allah ko'z qonatli darajada bardavom bo'lsin. Amin. Allah xayrli qilsin ishlaringizda. Sizlar ham qilayotgan xizmatlaringizdan Allah razı olsun. Biz ham sizni faoliyatingizni ko'p kuzatib boramiz. Sizning faoliyatingiz ham juda qiziqarli, juda yaxshi, savobli, ko'p yaxshi ishlarni qilib turibsizlar. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Butun Qoraqalpoq sizni qo'llab-quvvatlab turgan Qoraqalpoq eli, Xorazm eli aslida bir jamiyatmiz, bir millatmiz aslida. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Qiyomatda bizning ajrini bersin Alloh taolo. Salomat bo'ling.